Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iqhor Abdurshid. Hurmatli ko'rmanlar, bugungi suhbat programmamizning aziz mehmonlari bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi va Germaniyadagi ko'chmanlar ishlari bilan shug'ullanayotgan hukumat doirasida ishlayotgan xizmatchi xodimi Anvar Ahmad apandim. Yeni bir so'sa Dünya Uyg'ur Qurultiyi Muhacirlar Merkezininki müdiri Adilcan Abdikerim efendim. Suhbat programmamızga hoş kelibsizlar. Hoş bulduk, rahmet. Bulduk, rahmet. Hürmetli ko'rmanlar, hammamizga ma'lum bo'lgandek, ko'chmanlar masalasi, Uyg'ur ko'chmanlar masalasi muhaciratda har bir Uyg'urninki beshini qotirdigan va o'yilinishiga turtki bo'layotgan bir masala bo'lib, bu haqda her yili o'xshamagan davlatlarda va qit'alarda ko'chmanlarga doir qonunlar o'zgarib turdi va yangi qonunlar chiqib turdi. Buning bilan birlikda Uyg'ur qarindoshlarimizni asos qilgan va shular uchun muhim bo'lgan ba'zi ko'chmanlar qonunimi yo'lga qo'yiladi yoki o'zgaradi. Qanday bo'lsa, bularni bu o'zgarishlar va yangiliklar haqida yaqindan ma'lumot ega bo'lish uchun bugungi suhbat programmamizning tafsilotiga diqqat qilgaysizlar. Xo'sh, hurmatlik Anvar Ahmad apandim, ko'chmanlar siyosatining o'zgarishi Yevropada Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? So'rovingiz uchun ko'p rahmat, riyosatchi apandim. İftixor. Ko'chmanlar masalasi shu keyingi yillarda Trumpningki hokimiyatga chiqishi g'arb davlatlarida bo'libmi dunyoviy xarakterlik o'ngchilar partiyasiningki hokimiyatga chiqishi bilan ko'chmanlar masalasi bir jiddiy krizisga duch kelgan bir payt turyotidi. Cümleden Germaniyada mı 2025 yılı 12. ayındaki 7'si bu köşmeler sebeple Germaniya hükümeti tarqılıp ketken. Ta ki 2026 keyin hakimiyet qaytadan tashkillangandan keyin ko'chmanlar masalasida Germaniya va Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat o'zaro kelishib bu ko'chmanlar masalasini ciddi tadbir ilyotidi. Çünkü bir jamiyatda normal jinoiy qilmishlarning sodir bo'lishi bir normal ahvol. Ammo bu ko'chmanlarning kelishi bilan bu jinoyat sodir bo'lish ahvolininki nisbatan ko'rinarli darajada eshib ketgachga har qaysi partiyalar jamiyatning amalligi shundaqla davlatninki bexatarlik nuqtasidan bu ko'chmanlar masalasiga jiddiy tadbir qo'llanayotdi. Yakında çıkan bir siyaset olsa bu köşmeler meselesinde 6. ayının 22'sinden 11. ayının 27'sigacha yo'lga qo'yilayotgan bir yeni siyaset. Bu siyasetning ta'siriga albatta Uyg'urlar uchraydi. Buning mazmuni bo'lsa Yevropa ittifoqiga bo'libmi g'arb davlatlariga keladigan ko'chmanlarni chegirdan kirgizmay chegirda, ya'ni chegara sirtida ularningki panohlik tilashdagi ahvolini to'g'risida qaror chiqarib, agar panohlik tilash salohiyatiga erishgan bo'lsa, anandan keyin chegaradan kirgizish, qandaqdir ilgariga o'xshash chegara kirib bo'lgandan keyin anandan keyin panohlik salohiyatini belgilash, panohlik tilashdagi tartiblar bo'yicha xizmat olib berishni bekor qildi hozir. Ammo shuningga qaramay 6. ayninki 5'ida kelgan bir qancha Uyg'ur qarindoshlarimiz va bularni yeni icra kılınıvatkan siyaset boyunca çigirden çıkarıvatmasın belki tizimlaş, arifini turguzuz kişilere muşu haftanın içinde elip verildi. Benim bilişim asaslangan vaxtıda. Bunun sebebini ben bu 6. ayının 11'i 3. nöbetlik Xalqaro Uyg'ur Forum, Uyg'ur munbiri açılgan vaxtıda Dünya Uyg'ur Qurultiyi rahbarlari bu xalqaro munbarga munosabatli xizmatlarni ishlash bilan birlikda qurultayninki bir qism rahbarlarini asos qilgan bir guruhga Germaniya federal hukumati va federal parlamentini ziyorat qilib Uyg'urlar ahvoli to'g'risida bir qism ko'rishlarni olib borganning natijasimi deb qarayman. Chunki bu yangi siyosat e'lon qilingan sharoitda bir qancha Uyg'urninki boshqalar, ya'ni boshqa millat, boshqa davlatlardan kelganlarni Germaniya kirib bo'lgan sharoitda ularni nereden kelgan bo'lsa, shu yerga qaytirib so'rash emas, balki xizmat tartibi bo'yicha tizimlash, arxivini turg'izish, guvohlik sektorida ilib berish degandek bu tartiblar
birden, ikiden davamlaşıvatıdı. Uyghur qarindoshlarimiz bu yangi siyosat, bu yangi qonunlarga menimcha diqqat qilib, nada panolik tilash, panolik tartiblari qanday bo'ladi degandek munosabatlik siyosat qonunga oid uchurlarni mushu sohani yaxshi biladigan kishilardan, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq nopozliq mushu sohada xizmat qilayotgan muhojirlar markazining mas'ullaridan egallab o'zining panolik xizmatininki o'ngishli bo'lishida o'zimi belgilik tirishchanlik ko'rsatish kerak deb qarayman. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hürmetlik Adilcan Abdikerim efendim, siz uzun yıllardan beri köşmenlerle alakadar işlarda meşgulat ilip bervatsız, şug'ullanib kelatsız. Dünya Uyghur Qurultiyi Muhacirlar Merkezi'ninki mudir olup saylangandan keyin bolsun, onundan burun mu bolsun. Dünyanın o'xshamagan yerlerde ismini atığılı olmaydigan şekilde, yuşurunu aşkar şekilde Uyghur qarindoshlarimizningki, muhojirlarimizningki mush ko'chmanlik masalalari haqida izchil bosh qotirib kelyapsiz. Xo'sh, endi biz o'tganda mushunga o'xshash bir suhbat programmasi qilgan edik. Ya'ni mush suhbat programmamizningki birinchi qismi deb aytsaqmi xatolashgan bo'lmaymiz. Shu vaqtdan hozirgacha bo'lgan shaklda Gollandiyani merkez qilgan asosda Yevropadagi ko'chmanlar masalasida o'zgarishlar, yangiliklar qanday bo'lyapti? Rahmat, İftixar. Endi 2021-yili 7-oydan keyin kelgan Uyg'urlarning hammasi hozir yangi chiqqan New Pact on Migration and Asylum deb yangi bir ko'chmanlar qonuni ma'qullandi bu yerda. Shundan keyin burungi ahvolga butunlay o'xshamaydigan yangi bir vaziyat shakllandi. Burun hamda masalanga kelgan bo'lsa, uningki ishi 1 yilda 14 oy atrofida o'tircha hal bo'ldi. Chunki uningki dardini tanishib, intervyu tugagandan keyin 6 oygacha ko'chmanlar idorasining uningga javob berish majburiyati bor. Bermay qolsa to'lam beradi hatta. Hozir u vaqtni 6 oydan 2 yilga chiqadi. Yana birisi o'tirma chiqqandan keyin bu yerda o'zininki jam bo'lmagan oila tovatini ekib beradi. Iltimos qilsa bolalarini Qur'onga yetmagan yoki o'zininki ayolini, erini degandek ekib beradi. Hozir u jihatda natija chekilmalar borliq keldi yoki uni ham qabul qilmaydigan holat ketgan yelim bor. Shunglashqa yana birisi o'tirma chiqqan holatimi burun uy ishtikil chiqdi. O'tirib chiqqan bo'lsa 2-3 oyning ichida chiqib, uningki o'zining yangi hayotiga boshlab, maktabga ishga kirish ishga boshlaydi. Hozir bo'lsa, mishadiki fuqarolarningki noroziligi tufayli hamda Gollandiyadagi. Biz nimishqa ularga priority hamda oldi bilan ularga ko'chmanlarga uy yurtdik. Chunki bu yerliklarni uyga saqlaydi. Shunday bo'lganki, ularni shu uchratning eng oxirida tizish lozim, olg'ib qo'ysak bo'lmaydi deb o'tirma chiqib bo'lib 3 yilgacha uy saqlayotgan Uyg'urlarni tunayman. O'tirma qaytarilgan bo'lsa, burun berib turmaga ushlab qo'ymaydi. Yana e'tiroz qilish bu jarayonlari yana bir qadar qulaydi. Hozir bo'lsa berib turmaninki bir qismi ham u amaliyotda. Ya'ni musofirlar markazi degan bilan biz shu ziyorat bo'lgan joyga turmaga bordik. Aşağıda sulaqlıq bo'lgan xiljiq Uyg'urlar bor. Yana birisi ham de mana shu jiq Uyg'urlar Gollandiyaninki yoki Belgiyaninki iltimosi rad qilinib, chunki ular kelgan chog'da qurollar kelgan bo'lg'achqa Bosniyadan o'tib Yevropa ittifoqiga aralashib barmoq izlari tushib qolgan bo'lg'achqa ularni qabul qilmay qaytarishimiz bu degan boshqa amal yo'qmi? Shu Angliyaga ketib qolgan ahvollar hozircha mavjud. Bo'lib hozir yozib olgan bo'lg'achqa hamda chunki u qonunsiz o'tadigan kiyimlar portga yiqilishamaydi, u yerda port yo'q. Shundan bo'lgan keyin shu suvning ichiga tushib, keyin boyagi uzib borganga verish to'g'ri kelgan bo'lg'achqa hamda yoz vaqtlari bu ishlar qulay, hozir menayotganlik xilijiq deb bilaman hamda. Shundan bo'lgan keyin bu bir qator o'zgarishlarning hammasi hamda bu yerdagi panolik ishlarni ham burunqidan xili ko'rinarlik taslashtiryapti. Bu yuqorida deb o'tgan yangiliklar va o'zgarishlar deganingiz umumiy ko'chmanlarni ko'rsatadi, shundaqmi? Uyg'ur ko'chmanlarini emas. Endi ma'nodan burunqi Uyg'ur ko'chmanlarininki, Uyg'urlarninki bu yerda taxmi hargiz bizning vatanda bo'lgan qirg'inchilikniki nihoyatda qattiq bo'lganligi
deb qaramayman men. Chunki bundan burungi Yevropaning siyosati yaxshi bo'lg'achqa, u Uyg'urlar kelgan rayonniki ahvoli zaten bilindi biroz. Shunday bo'lgandan keyin o'ziniki shaxsiy ahvolini uncha bek zig'irlab, injiklab so'rab ketmasdan, bo'p Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, buniki cho'qim ahvoli yaxshi emas deb berilayotgan. Hozirgi ahvol bo'lsa, Uyg'urlarning ahvoli zaten bilinaylik hozirmi? Ammo hukumatlarniki uning bo'lgan e'tirof qilishi, garchi irqiy qirg'inchilik e'tirof qilgan bo'lsa-mu, senga hozir Uyg'urlar berib ketgan ishlar jiq. Shuna bo'lgandan keyin u yerdagi ahvollar bundan yaxshi ekan. Masalan, o'tganda dahi Bosniyada yangi bo'lgan ahvol mana bu. Uyg'urlarning ahvoli bundan yaxshi ekan. Qaytirib hech qanday bir narsa qilmaydi ekan. Berib ketganlar bor ekan. Shuna bo'lgandan keyin qaytiribmiz deb bir balni tasqal qaytirib ketgan. Gollandiya hukumatidimi, taxman 19-yilda tashqi ishlar ministri bilan bizning ko'rishimiz bor. Nima desam, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli o'zgardi deb qarab qo'yotgan bir ahvol yo'q emas. Chunki buningga hamda ko'pincha ahvollarda mana shu bizning Uyg'urlarniki vatanga xil bahonalar bilan berib kelishlari sabab bo'ldi. Bizda qancha o'zgarmidi, u yerda qirg'inchilik davom qilyapti desakmi, bir muncha Uyg'ur berib kelib, chegaradan berish kilish xotirasi bor o'tirliqda. Shuna bo'lgandan keyin bu hamda Uyg'urlarningki miya kelib iltimos qilgan chaqda men Uyg'urdim yoki ash rayondan keldim deyishlardan keyin hozir ko'paylanmay Manga mujunamina ish bo'ldi deb tutuldim yoki sulandim yoki qiynoq uchirdim degan narsani faktlar bilan dalillashga ehtiyoj tuyulyapti. Ammo ko'pincha ahvollarda bizning Uyg'urlarniki Xitoy u qiynab bizga qo'limizga nasib bermaydi. Tutgan chog'da hattoki hech qanday qog'oz bermay, hech qanday quturish qilmaydan keyin tutdi, qo'yib berganimni chiketlab qo'yib turdi. Shuna bo'lgandan keyin uni isbotlash jihatdan nayti qiyinchilik duch kelayotgan Uyg'urlar va hozir Polshada bo'lsin, mayli Bosniyada bo'lsin, Xorvatiyada turmada yetayotgan Uyg'urlar bor hamda. Buning hammasi burungi ahvolda hamda bo'lsa qisqa vaqtdan keyin shu o'tiribni epishadigan ahvol solingan turib hamda hozir aşağıda 5 ay 6 ay turmada yetib, undan keyin nayt tasbih şekilde itiraz qilib, hattoki burun Yevropa ittifoqining har qanday yeri kirgan bo'lsan keyin hamma yerda iltimos qilaydi. Ammo masalan bizning ko'pincha Uyg'urlar masalan Xorvatiston yoki Polsha tarafda iltimos qilishni xohlamaydiq. Cho'qim shu Gollandiya, Germaniya va bu biroz G'arbiy Yevropa davlatlarga ketishni xohlagan bo'lg'achqa, shuning uchun turishdi. Hozir bo'lsa, mayli Xorvatiston bo'lsin, Polsha bo'lsin, iltimos qilganmi, qabul qilmoqlik. Mana Polshada yaqinda bo'ldi. Men mishada panalik iltimos qilaman desimi, iltimosni qabul qilmaymiz. Biz yetarlik ko'chmanlar bor, biz ko'chman qabul qilmaymiz deb uninki iltimosini rad qildi hozir. Hozir qaytgan advokat tutib shunga e'tiroz qilish majburiyat qilyapmiz yani. Rahmat sizga. Xo'sh, hurmatli Anvar Ahmad efendim, yuqorida Adiljon efendimi deb o'tgan nuqtalar bor. Germaniyaning bu jihatdagi geojo'grafiyalik o'rnimi nihoyatda muhim. Yevropaning qop o'tirsig'i joylashganligi uchun mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli boshqa millatlardagi muhojirlar yoki ko'chmanlar bo'lsin, o'tgan vaqtda Germaniyaning ichidan jazman o'tadi. Qaysi davlatga bo'lsin, o'ta yo'l degandek. Yuqorida Adiljon efendim deb o'tgandek, Bosniyadan kelayotgan, Kroatiyadan kelayotgan Uyg'urlarning gapindi. Bu yer meni so'raydiganim bo'lsa, Yevropa ittifoqi yangidan yo'l qo'yayotgan Dublin shartnomasiga oid siyosatda Uyg'urlar nimalarga diqqat qilish kerak? Savolingiz uchun ko'p rahmat, Iftixor efendi. Hamda bizningki ko'pincha qarindoshlarimiz shu 3-chi dunyo, ya'ni islom ellaridan, Turkiyadan, Misrdan, Saudiya Arabistondan Xitoy pasportiga viza olmaydigan Sharqiy Yevropadagi Yevropa ittifoqi a'zo kambag'al davlatlarga kap bo'lgandan keyin, anandan keyin qonunsiz yo'llar bilan poyezd bilet, avtobus bilet va yoki piyoda turli vositalarni qo'llanib G'arbiy Yevropaga keladi. Bu jarayonda qarindoshlarimiz nurg'un mushkulchiliklarga to'g'ri keldi. Hamda yaqinda qaytarilib ketgan bir ikki aylanma Kroatiyaga qaytarilib ketgan. Ularning qo'lida poyezd bilet bor. Bu poyezd bilet nereden chiqib, nega bordiganligi aniq yozilgan bo'ladi. Poyezd bilet usul, avtobus bilet usul hamda. Hamda yuqorida Muhojirlar markazining mudiri Adiljon efendim eskartib o'tgandek, federal saqchi bir qatim bana telefon qilgan vaqtida shunda eskartdiki, o poyezdda tutilib, yo'ldagi tutilib qolgandan keyin
barmoq izi bor davlatga qaytaramiz deb tarjimonlikqa telefon bilan meni taklif qildi. Bu u yer qaytarilib ketsa bo'lmaydi, chunki u yerda panohlik tilsak bo'lmaydi deydigan sababni ko'rsatsak to'g'ri bo'lmaydi, chunki hammasi bir demokratik davlat, Dublin shartnomasiga imzo qo'ygan a'zo davlatlar bo'lg'achqa. Ammo u yerdagi iqtisodiy ahvoli bilan G'arbiy Yevropaniki iqtisodiy ahvoli, farovonlik sharoitlarida cho'ng farq bo'lg'achqa u yerda qiynalib qoldi. Ben şunu çıkış nokta qilib, bunu u yer qaytarib olsa, shunday kishilik huquqlari to'liq kafillikka ega bo'lmaslik ehtimollari yuz beryapti. Bu to'g'risida Germaniya federal hukumatiningki munosabatlik hujjatlari bor desam, bu Sharqiy Yevropadagi Schengen davlatlar emas, Germaniyaning o'zidimi hozir sizlar ko'k bayroqni ko'tarib namoyishga chiqqan Uyg'urlardan yurtinglarga berib kelayotgan Uyg'urlarning soni nihoyat ko'p. Biz uni u yoqqa qaytarib olsak, Xitoy qaytarib o'tamdi yoki boshqa yoqqa qaytarib o'tamdi, yo shu yerda panohlik tilamdi, uni bilan bizning korimiz yo'q. Ammo sizlarda bunday bexatarlik masalasida bizning qo'limizda yetarli isbotlar bor degandan keyin bu nihoyat bir afsuslantirdi deyman. Ya'ni bizning Sharqiy Yevropadagi, ya'ni Schengen Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga kelgan qarindoshlarimiz hozir shu yangi siyosatning yo'lga qo'yilishi bilan oldi bilan shu yerda panohlik tilash kerak. Agar u yerda panohlik tilash talabi rad qilingan sharoitda Yevropa ittifoqininki kishilik huquq sudida shu davlatda panohlik tilash kerak, shu davlatninki yerlik hukumat organida yoki yerlik sudda. Bu panohlikni rad qilsa, shu davlatninki yuqori darajalik sud mahkamalariga arz qilish salohiyati bo'ladi. Agar bu davlatninki eng yuqori darajalik sudidan yana panohlik talabi rad qilinsa, Yevropa ittifoqi kishilik huquq komissiyonining sudiga arz qilish imkoniyati bor deydigan kelishim bor. Agar rad bo'lgan sharoitda rad bo'lgan materiallar bilan yana G'arbiy Yevropaga kiralasa, shu rad bo'lgan materiallar orqali qandaqdir bizning qarindoshlarimizniki bir taraflamalik qarash, masalan Kroatiya deymiz, Bolgariya, Romaniya qatorliq Schengenga a'zo davlatlarda Uyg'urlar yo'q, Uyg'ur tashkilotlari yo'q, iqtisodiy ahvoli ojiz bo'lganlikdan panohlik tilagan vaqtida qandaqdir sababni u yerda Uyg'ur yo'qka, men u yerni yaxshi ko'rmayman va yoki u Xitoy bilan munosabati yaxshi degan sababni ko'rsatganga qarata, chunki u tarafdan Xitoy qaytarilib ketgan bir Uyg'ur yo'q hozirgacha bizning bilishimizda. U yerdagi kishilik huquq to'liq kafillikka ega bo'lmaydi ekan. Masalan, nurg'un Germaniya hukumatiningki munosabatlik organlari shu davlatlarga berib elib borgan tekshirish dokladlari qo'limizda bor. U dokladninki mazmuniga asoslangan vaqtda, chunki iqtisodiy sabab, iqtisodiy ahvolning nacharligiga qarata u yerda ayol, cho'ng-kichik, oila bolalarni ayrim turg'izib, bir kunda hech bo'lmagan vaqtida 2 vaqt tomoq va yoki 1 vaqt tomoqqa kafolat qiladigan, og'rib qolsa davolaydigan bunday imkoniyatlarni beramaydi ekan. Bunun uchun bu yerda bolalarimiz qiynalib ketdi yoki men og'rib qolsam dori bermadi va yoki ayol 4-5 oilani bir o'ringa, bir uyga sulab qo'ydigan ahvollar mavjud. Hatto bir Uyg'urninki saqchilar shunday norozilik bildirgan vaqtda o'lash 3-4 saqchi kirib tishini sundirayotgan ahvollar bor. Buni xabar topdik. Mushundaq sabablarni ko'rsatib, anandan G'arbiy Yevropaga kelib panohlik tilab, shu jarayonlarni isbotlab, albatta buningga qarlug'uchi aqlug'uchi bo'lmaydi, o'ziga guvohlik berish orqali buni isbotlasa, menimcha bu G'arbiy Yevropada Dublin shartnomasi bo'yicha barmoq izi bo'lgan taqdirda ular qabul qilmagan, andaq insoniy muomalaga uchirmagan sharoitni degan vaqtda G'arbiy Yevropada qatl qilish ehtimoli bo'ladi. Buning qarta 2024-yilning oxiridan boshlab Germaniyaga shu Dublin shartnomasi bo'yicha Sharqiy Yevropadagi kambag'al davlatlarda barmoq izi bor 150 ga yaqin oiladan 200 dan ortiq odam kelgan. Bularninki 130 dan ortiq oilaningki ishlari hal bo'lib, panohlik iltimosiga Germaniya hukumati mas'ul bo'lib qabul qilyapti. Hozirgacha 20 dak oila qoldi. Demak, bu 24 ning oxiri 25 va 26 ning 5idan kelayotganlardan
Hazır 6 aileni ciddi Dublin şartnaması bo'yicha qaytarmaymiz deb hukumat ciddi turibdi. Ularning advokati bor, ammo Germaniya bir demokratik davlat bo'lgandan keyin adliya, qonun, federal hukumatning xizmat funksiyasi ayrim-ayrim. Advokat faqat yerlik sudga arz qildi, ammo federal hukumat o'zininki siyosati, federal hukumatninki Dublin shartnomasi bo'yicha u nimani ijro qilyapti, ammo hozirgichilik Dublin shartnomasi bo'yicha mening bildig'im bir Uyg'urni qaytaryapti birinchi oyda. Ammo qolganlarni hozirgichilik qaytaryotgani yo'q. Chunki ular maslahatni, qonuniy maslahatlarni to'g'ri biladigan o'rinlardan ag'anlikdan to'g'ri maslahat bilan panohlik iltimosidagi sabablarni qayliqlarni ko'rsatganligi uchun ular Germaniyada qabul qilyapti. Bir Uyg'urni Onun için qaytaryapti degan chog'da shu qarindoshlarimizniki- Yevropaning ichidagi boshqa qaytaryapti, ha? Xitoy qaytaryapti yani. Ya Xitoy qaytaryapmidi? He. Prodiya qaytaryapti. Bizning Uyg'urlar Xitoy tushunib qolmasin deb bir to'xtab qo'ydi. Onu eskertip qo'yganınız yaxshi oldu. Qaytaryapti, Xitoy qaytarmadi, ammo bir qism Uyg'urlarimiz yana shu Dublin shartnomasi barmoq izi bo'lib qolgan ashay qaytarmiz degan vaqtda Dünya Uyg'ur qurultiyidan maslahat so'rab yoki sizdan Adiljon maslahat so'rab to'g'ri maslahatni olgandan keyin har qanday bir natijaningki o'zgarishli bir badali bo'ldi. Hamda Germaniyada biz javob saqlash jarayonida o'pchi tomoq yeydigan yerda turadigan gap, o'z oldimizga tomoq yetib yeyish ahvolimiz, sharoitimiz bo'lmaydi. U hayotni hammamiz beshimizdan kechirgan. Shu qisqa vaqtlik qiyinchilikqa bardoshlik berolmay bir qism qarindoshlarimiz Turkiyaga qaytib ketganlar bor. Ayoli qaytib ketganlar bor, 3-4 oydan keyin yo'ldoshining qabul bo'lgan, endi ayolini qanday akilmaydi. Ayolning qabul bo'lganlar va yo'ldoshi bu yerdagi qiyinchilikqa bardoshlik berolmay ketib qolganlar va shuning bilan bu xil ahvollar hukumatning tizimligida bo'ladi albatta. Buning uchun bumi mush keyingi sharoitda bu siyosatning o'zgarishida faqat Uyg'urlarni nazarga olmaydi, ammo umumyuzlik shu ko'chmanlar siyosatining o'zgarishi Uyg'urlarga belgilik sharoitda ta'sirga uchraydi. Shunda biroz qiyinchilikqa bardoshlik berolmay ketganlar Uyg'urlarningki ko'chmanlar ishlariga nisbatan bir salbiy ta'sirni etdi. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi so'ramoqchi bo'lgan savolim bo'lsa, 2 yilinglarga aloqador savol. Şoň buni bir-biringlarni to'liqlagan asosda javob bersanlar ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. U bo'lsa-mu, Türk grajdani bo'lgan Turkiya fuqaroligidagi va yoki O'rta Osiyodagi davlatlarning, jumladan Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston grajdanlari bo'lgan Uyg'urlar Yevropada panohlik tilsa bo'lamdi. Xo'sh, Anvar Ahmed efendim, sizdan boshlay. Buna bir cevap bergan bo'lsangiz. Rahmat. Aldılar O'rta Osiyodan boshlaylik. O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlarimiz panohlik tilsa tamamen bo'ldi. O'rta Osiyodan emas, dunyoning har yeridan yer sharidagi 200 dan ortiq davlatlarga demokratik sistemini o'rnatmagan davlatlardan Yevropa ittifoqiga, G'arb dunyosiga panohlik tilab keladi. Masala bu yerda qanday odamningki panohlik tilash salohiyati bo'ladi. Seninki panohlik tilashdagi sababim nima? Ya'ni panohlik tilashda nimani sabab qilib o'tirib qo'ysiz? Masalan, davlatning siyosati, siyosiy zo'ravonlik uchirganmi? Va yoki iqtisodiy zo'ravonlik uchirganmi? Va yoki diniy zo'ravonlikqa, madaniyat zo'ravonligiga shunday panohlik tilashda hamda 11 turlik prinsip bo'ladi G'arb dunyosi, demokratik g'arbi dunyoninki. Şu 11 şartninki hech bo'lmagan vaqtida demokratik deb atalmagan davlatlarninki siyosiy zo'ravonlik uchrash, hukumatninki iqtisodiy, madaniyat, diniy e'tiqod qatorliq jihatlarda zo'ravonlikqa u davlatni tashlab ketmasa hayoti xavf ichida ekanligini isbotlagan taqdirda uningki panohligi qabul bo'ladi. İlgirki vaqtlarda esimde qilishicha O'rta Osiyodan kelgan bir qarindoshimiz Belgiyada 2007 mi, 2009 mi Germaniyada rad bo'lib Norvegiyaga ketadigan yo'lda Belgiya tutib qilib, atsi qaytib o'tamiz degan vaqtda kameraga eslab uyilib olgan.
Bu şu 10 necha yilning oldida bo'lgan voqea. Shuning bilan Belgiyaningki ichki ishlar ministri istifa berishga sabab bo'lib, Belgiya hukumati O'rta Osiyoga berib, O'rta Osiyodagi ahvollarni biroq nihoyatda tafsili tekshirib chiqqandan keyin Uyg'urlar, ya'ni u vaqtda chiqqan qaror O'rta Osiyo o'zini bir demokratikka yuzlanayotgan, ammo demokratiya sistemasini butunlay o'rnatib qo'ygan davlat emasga, u yerda grajdan bo'lib bo'lgan Uyg'urlar, ya'ni qancha avlod shu yerda yashagan bo'lsa-mu, yanada u yerda hayoti xatar ostida bo'ladi degan qaror bilan xulosa chiqargan. Shundan keyin Belgiyada O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlarimizninki keyingi vaqtlarda panohlik tilash talablari nihoyatda qabul bo'lgan ahvol mavjud. Hamda Turkiya kelsak, nurg'un qarindoshlarimiz o'qish sabab bilan, tijorat sabab bilan Turkiyada yashab, keyingi vaqtlarda turk grajani bo'lgan nurg'un sabablar tufayli Xitoyninki Turkiyaga bo'lgan iqtisodiy siyosiy ta'sirining kuchida bu qarindoshlarimiz o'zining istiqbolini ko'rolmagandan keyin farzandlarining yoki o'zining istiqbolining kelajagi uchun G'arb Yevropa davlatlariga kelyotdi. Hamda bu yerda panohlik tilgan vaqtida yuqorida degandek o'zininki, ya'ni mayli Turkiyadan kelsin, Misrdan kelsin, Saudiya Arabistondan kelsin yoki shu davlatlarning grajlari bo'lsin, o'zininki hayotininki xavf ichida qolganlikdan iborat konkret jarayonlarni isbotlash kerak. Isbotlagan vaqtida albatta grajdan bo'lib bo'lganlarni cho'qim Xitoy grajlarini tariqasida bir taraf qilmaydi. Xitoy territoriyasidan kelganlarni Uyg'ur, Tibet yoki Mo'ng'ol Xitoy fuqarosi deb armaydi. Xitoy territoriyasidan kelganlarni, ya'ni Xitoy grajlarini tariqasida o'xshash bir taraf bo'ladi, ammo buningda bir farq, Xitoy territoriyasidan kelgan Uyg'urlar va Tibetlarga ikki jihatda yo'lga qo'yilayotgan siyosatlar. Ammo bu to'g'risida maxsus qonun yo'q. Hamda Turkiyadan kelgan turk grajdanlariga nisbatan 2023dan boshlab Yevropa ittifoqining chiqargan qonuni ham siyosati Turkiyadan kelgan davlat, Turkiya demokratlashishga yuzlanayotgan bir davlat, Yevropa ittifoqi bilan nihoyatda quyuq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy munosabati bor. O nuqtadan Turkiyaninki demokratlashish nisbatini tuzilish uchun Turkiyadan kelib panohlik tilayotgan mayli qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar turk grajdanlariga nisbatan Yevropa ittifoqida, jumladan Germaniyada ularga xizmat ruxsati berish, ya'ni turkcha çalışma o'tirmasi, ikkinchisi kasb o'rganish, yashash ruxsati berish, ya'ni turkcha buni maslak yapma o'tirmasi deydi. Bu shu ikki xil siyosatni yo'l qo'ydi. Siyosiy panohlik tilash nisbati 100 mingda bir. Chunki demokratlashishga yuzlanayotgan bir davlatga qarata siyosiy panohlik tilashni bu tartibini G'arbiy Yevropa davlatlari nihoyatda kuchli darajada tizginlayotgan bir sharoit. Hamda Turkiyadan kelganlar Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoy territoriyasidan kelgan deb Uyg'ur deb qaramasdan turk grajlari bo'lgan Uyg'ur deb qaraydi. Bundaq sharoitda Turkiyadan kelgan qarindoshlarimiz bu yerda panohlik tilagan vaqtida siyosiy panohligi asosan, ya'ni %99% qabul bo'lmaydi, 1% qabul qilib bo'lish ehtimolligi bor, ammo ular Germaniyaga kirgandan boshlab tizdan kasb o'rganish kerak, til o'rganish kerak. Masalan deyli, ular turk grajlari bo'lgan qarindoshlarimiz agar ilgari Turkiyada bir kasblarni o'qigan bo'lsa, diplomlarini Turkiyada olgan diplomlarni Germaniya hukumati, ya'ni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar asosan taniydi. Uni tanitadigan organlar bor. Germaniyaninki, Yevropa ittifoqininki ma'rif tarmoqlari Turkiyadagi diplomlarni taniydi. Agar bu diplomlarni tanigan sharoitda faqat til o'tkildi, agar til o'tkili masalan eng tövini B1, B2 yuqorisi C1. Agar diplomlarni tanitib B2 saviyada bo'lsa, C1 saviyada xizmat topsa, darhol 3 yillik xizmat qilish ruxsatini oladi. 3 yildan keyin yana 3 yil uzraydi. 3 yil uzarib qolgandan keyin yana grajdanlik iltimos qila oladi degan. Agar Turkiyada hech qanday bir kasbni o'rganmagan, o'zallig'ida yashagan qarindoshlarimiz bo'lsa, Germaniyaga kirgan hamon
o'zininki Xitoy territoriyasidan kelganligini unutgan holda men Türk garajlarini bo'lgan Uyg'ur deb qarab, darhol til o'rganish kerak. Eng aqallisi B1 til sertifikat, ya'ni til sertifikatini olgandan keyin Germaniyada masalan sanatoriyada ishlaydigan, qo'l hunarvanchilik kasb qiladigan, oila elektr kasbini o'rganadigan kasblarni B1 til saviyada başlay oladi. Bu kasblar normalda 2,5 yil. Agar hukumat bu Türk garajlariga nisbatan 1,5 yildan 2 yillik javob bermay isib qo'ydi. Bularning tirishchanligi qanchalik bo'ldiki deb bu amaliy yo'l qo'yilayotgan siyosat. Agar bu 1-2 yildan ichida B1 sertifikatni til o'tkazilmay o'tanmay, birer kasbni boshlamay qilsa, Türk garajlariga qilgan muomala bo'yicha majburiy qaytardi. Agar bizning qarindoshlarimiz Uyg'urlar bu ikki nuqtaga diqqat qilib, agar kasb o'rgangan bo'lsa, diplomlarini to'nitib, til o'tgan rasmiyatlarni bejilsa, xizmat ruxsatini ola oladi. Yoshlar bo'lsa, bo'libmi yeshi cho'nglar, ya'ni agar unda kasblarni o'qimagan bo'lsa, til o'tib, shu kasb o'rganish ishini boshlasa, uningga har qanday sharoitda Dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin, muhojirlar markazimiz bo'lsin, ishonchli qonun sohasida yetarli savodi bor, tushunchasi bor organlardan maslahat so'rasa, biz qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Uningga shu ya'ni maslak yapmay o'tirmasi, kasb o'rganish, yashash ruxsatini 100 ola oladi. Uningga anda qilsa, manda qildika deb bu to'g'rida to'liq tushunchaga ega bo'lmagan qarindoshlardan maslahat so'rab, o'zini avar qilib, vaqt isrofchiligidan saqlanish kerak deb qarayman. Bu mening alohida ta'kidlaydigan tavsiyam. Rahmat. Sizga rahmat. Xo'sh, Odiljon apandim. Ma'lumot to'xlab o'tsam hamda bu Germaniyaniki bu Turkiya vatandoshi bo'lgan yoki O'rta Osiyo vatandoshi bo'lgan Uyg'urlar bo'lgan siyosati bizning Gollandiyadan xil farqli ekan. Endi miyada bo'lsa, to'g'ri Anvar apandim deb o'tgandek, agar siz o'zingizning ahvolini ochadi bir xatar aslida ekanligini isbotlay olsangiz, mayli kimning vatandoshi bo'ling, bu yerda nazariy jihatdan panohlik iltimos qilaysiz. Ammo Turkiya vatandoshi bo'lgan Uyg'urlarga u yerda xatar yo'q degan bir nimaga kelib qolgan bo'lishqa Gollandiyada. Shunga bu ishlar tashlashib ketgan, ammo keyincha mana nimaninki Human Rights Watch kishilik huquq ko'zatish tashkilotininki yangidan bir dokument chiqdi. Ya'ni 19-20 ton bizning Turkiyadagi Türk vatandoshi bo'lgan Uyg'urlarninki beshiga kelgan ishlarni shu ziyorat xotirasi qilib, uni dokument qilgan bir nihoyatda hajmli bir dokument bor. Biz u dokumentni mana shu Gollandiyaning tashlanishiga biriklik, mana vatandosh bo'lib bo'lgan Turkiyada bu ovozlar tugamaylik. Tutilgan, sulanganlim bor. Shuna bo'lganki, hamda undaq emas, mandaq deb bularni yani ko'z qarashini o'zgarishga tirishyapmiz. Ammo Türk vatandoshi bo'lib bo'lgandan keyin Gollandiyaga iltimos qilib panohlik olganlar yo'q emas. Bu normal vatandosh bo'lmagan Uyg'urlardan tas bo'ldi, chunki isbotlash to'g'ri keldi. Ammo hozirgi ahvolda, masalan, hozirgi yangi ko'chmanlar qonuni uyg'ongan vaqtdan burungidanmi tashlashib ketdi desak bo'ldi. Uni deyish ham mumkin. Chunki turklarning o'zigimi bu yerda panohlik qilish burungidan tas. Ammo bu bo'lmaydi deganlik emas. Chunki haqiqatan Turkiyada turk vatandoshi bo'lgandan keyinmi shu yerda saqchininki, hukumatninki parakenslik uchrayotgan, har xil besimlarga duch kelayotgan Uyg'urlar bor. Buni jiq Uyg'urlar buni inkor qildi, chunki o'zining beshiga kelmagan bo'lishqa bo'libmi, turk vatandoshi bo'lgan Uyg'urlar, yo'q vatandosh bo'lgan bo'lsa, bu Uyg'urlar degan Turkiyani mutlaq xotirjam deydi. Albatta bizmi Turkiyani undan men Turkiyada 10 yil turgan, lekin ular bulayotgan ba'zi ahvollarni uqmaydi. Haqiqatan turk vatandoshi bo'lgan Uyg'urlarni sulayotgan, tutayotgan ahvollar bor. Shunga binoan bu yerda iltimos qilinadi. Lekin bulayotgan ahvol nima desa, hech qanday Turkiya hukumatininki besimiga yoki parakenslikka duchor bo'lmagan Uyg'urlar miya kelgan chaqda bu yerda o'zininki ma'vo yuk taqsimini tekshiradigan, telefonni tekshiradigan ahvoli bor. Tekshirish jarayonida turk vatandoshligi chiqib qolib, undan keyin shu chiqib qolganlik tufayli iltimos qabul qilinmay rad qilinayotgan Uyg'urlar bor. Agar bu yerda u iltimoslar chiqib turk kimligi chiqqan, Turkiyaning kattaki uzundan ham iqomat etdiki chiqqan bo'lsa, Turkiyaninki
o'zi uchun nima uchun bexatar emasligini isbotlash kerak. Isbotlamasa, uning Uyg'ur bo'lishi, uning bu yerda iqomat elishiga yetarli bo'lmaydi. Bunga yana bir qisqa qo'shimcha qilib qo'ysam, Iftixor afandim ruxsat qilsangiz. Xo'sh. Bizning qarindoshlarimiz Turkiyada yana muddatsiz yashash ruxsati olgan suratsiz iqomat deganga o'xshash. Bular Germaniyada zo'r ko'pchilik qarindoshlarimizning iltimosi qabul bo'ldi. Qabul bo'lgan ya'ni Cenva Aktnomasi, kishilik huquq aktnomasi bo'yicha panohlik tilguvchilarniki yeşil pasport pulida ularniki. Ammo ularda ilgari Türkiye'de qandaqdir bir qiyinchilik sababdan yuqorida deb o'tganimizdek u yerda hayoti bexatar bo'lganlikdan G'arbiy Yevropaga kelib panohlik tilab Germaniyada qabul olgan. Bunday sharoitda qabulni apopla ularning pulida ilgirki süresiz iqomatda ya'ni muddatsiz yashash ruxsati bo'lganlikdan viza olmayla mening o'ltirmam bor Turkiyada deb qo'g'irliqning yo'lida yilda necha qatim berib damilishlarni ochadi olib kelyotdi. Bo'shunga diqqat qilsak. Siz bir davlatda panohlik tildingiz, men shu davlatda borsam bo'lmaydi deb sabablarni ko'rsatib qilgan ekan, u davlatga bormang demaymiz. Ammo qo'lingizda bir yeşil pasport bo'lgan ekan, Germaniyada dunyoda 3-chi iqtisodiy kuch bo'lgan Xitoy tikilib qarmaydigan bu davlatning pasportininki haqqi o'rimjini qilishingiz kerak. Türk konsulga, Türk elchixonasiga berib viza olsangiz 70 necha euro. Shu Turkiyaning vizasini ola olasiz, shu viza bilan bog'ingiz bexatarroq. Keyingilarning yo'lig'imi tikan chashmaylar. Ashundaq o'ltimiz bala mening o'ltirmam bog'i deblar guldirlab Turkiyaga viza olmay berib, keyingilarning yo'liga tikan termaydi. O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlarimizninki til o'rganib, masalan, ba'zilari panohlik tilab ishlayotganlar va Qirg'izistondan, Qozog'istondan, hatto Dojbandaymiz Germaniya temir yo'l idoralarida ishlayotganlar bor. Ular shu o'zi turayotgan davlatda germancha o'rganib, masalan, Turkiyada Illingbo deymiz, Goethe institut deymiz. Bo'libmi Turkiyada german tili kurslari intayinjiq C1chilik Türkler C1 deydigan C1chilik til kurslari bor. Agar sizningki qo'lingizda yunirvingiz bo'lgan bo'lsa, universitet bitagan bo'lsangiz, tabiiy fan sohasida yoki remotechilikni biladigan, shunday qo'lingizda bir hukumat to'naydigan bir sertifikat diplomingiz bo'lsa, shu tillarni o'rganish orqali panohlik tilashdan iborat bunday jafoliq yo'lni mangmay, siz o'zingiz turayotgan davlatda o'zingizning til saviyangizni, kasbiy iqtidoringizni isbotlagan asosda Germaniyaningki İstanbul'daki general konsul bulamdı, Ankara'daki baş elçixonasi bulamdı. Siz o'zingizning bu materiallarınızı ispatlasanız, Germaniyada hazır 300 mingga yaqin xizmat o'rni, kasb o'rganish o'rni bakar. Biz 2000 yildan boshlab bu bozor, ya'ni Germaniyadagi emgak bozori Hindistonga ichib etildi. Siz faqat buningda yolg'onchilik qilmasligingiz kerak. Germaniya, ya'ni G'arb Yevropa davlatlari buningga siz yolg'on bir narsalarni yasab, bunday qilsangiz birli bilib qolib qolsa, boshqalarga ta'sir bo'ladi. Nayt samimiylik bilan qanchalik bilsangiz, shunchalik til o'tkulidan o'tgan kasbiy qobiliyatingizni isbotlaydigan diplom materiallar bilan xizmat qilishga va yoki kasb o'rganishga iltimos qilsangiz, Germaniyaning darvozasi siz uchun xotirjam har vaqt ochiq. Rahmat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat tafsili ma'lumotlar uchun. Oxirida ko'rmanlarimiz bilan o'rtoqlashganlar bor bo'lgan nuqtalar bormi? Meni ozroq ta'kidlaydigan nuqtalar bor. Mana shu tim bilan aloqador. Chunki bu yerda bir necha qatim shunday ahvollar yuz berdi. Chunki menga burun kelib bo'lgan Uyg'urlar Turkiyadan kelgan tunishlarini Xorvatiston chegarasiga berib, o'zi menib o'tgan bo'lsin, shu chegaradan o'tgandan keyin mashinasiga olib, men yordam qilaman, tuqunim deyak, ayolim deyak qancha bo'lsa-mu, degandek shu yordam qilaman deb tutilib qolganlar bor. Chunki bu mening qonuniy jihatdan bu adamiylik kirdi bu. Mayli u o'zining xotini bo'lsin, chunki u normalda o'zining oilasini akilishning yo'li oila birlashmasi yoki mening vatandoshligimni olgandan keyin to'y qilib bijirib, to'y qilib babamiz uni nim qildirib, legalization qilib akilamiz ham normalda. Mashindan berib, chegaraga berib, adam tushishning o'zi adam bilishlik. Shu mushtaq ishlar bilan tutilib qolgan bir necha odamlar bor. Yana birisi
mesela bizden yardım soğurgan çağda bazı Uygurlarımız biz yolun yerini tüyütüp üzümüz bir şey geldik. Hem bizni ektinler. Siz Tayland'a verip maşaydık Uygurlarını ekip gelgensiz biz onçalar jirak demez. Lan bir şey çıkıp bulduk. Dep aşında ilki talepte bulunganlığı var mesela. Biz onu düşündüremey ya biz onun katnasak bulmaydı o ilki kanunsuz işler bu kurultayının hizmet dairesi işler emas o dep şunu düşündüremeyat karşılığı var. Biz gerçi kolumuzdan kelişçe hem de ularga adukat dep beriş red kılıngan bolsa itiraz sotuq yordam qilish sot jarayonida har xil materiallarni tayyorlab berish hattoki moddiy jihatdan qiyinchilik bo'lgan bo'lsa qo'limizdan kelishicha va shu qurultayning atrofidagi va shu vatansuvar uyg'urlarimizniki yardım bilan yordam qo'tqazishimiz lekin o'zimiz bizzat berib qonunsiz ishning ichiga kirib qurultayni qonunsiz bir ish bilan shug'ullangan bir organ sifatida o'tirib chiqarish mumkin emas. Shuni buni bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz yaxshi bilish lozim. Ben bir iki kez toluklap koyay. Hoş. Yukarıda Adılcan degandek kanunsuz adam ekreş, perzendimson, ayalımson adam etkisilik kirdi. Germaniyanın kanununda iktisadi cihetten sahtazı kılan ve kanunsuz adam etkisilik bilen şoğullanganlarının ki grajdallık salayeti şu meydanda bekar kılınıp itidir. Eğer sakçı tutulup kalsak şu vakitnin özünde grajdallıktan mehrum kalımız. Meyli men bulay, meyli Adılcan bulsun. Biz uzun yıl Dünya Uygur Kurultayı'da hizmet kılıvatkan, Dünya Uygur Kurultayı barlık yer şehirinin her kandak yerde kıyınçılık kuşurgan qarindoshlarımızga izchil turda kulunu sunup geldi. Ama kanun dairesi içinde. Bu kanunsuz işe aralış kılış, pandakta bir işki Uygur'un işi bilen el olmaydı. Bunundan keyin kanuni yollar bilen garip devletlerge kiladigan yoki ekilishga temsil etken başka qarindoshlarımızın yolunu butunlay itiyotidir. Bunun için özümüzün menfaatini oylamayla bundan keyinki qarindoshlarimizningki ishlarining oson bo'lishiga qulaylik yaratishimiz kerak. Rahmat. Sizlarga köpten köp rahmet. Bugünkü söhbet programımızda katlaşıp kıymetli fikirlerini katlaştırıp söhbetimizde mol məzmunlu qılğanlar üçün. Hürmetli körürmenler, bugünkü programımız mişata ayaqlaşdı. Keyin qaytamlıq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysizlar. Men Riyasetçi Qarabdirşit. Allah'a emanet olunlar.